UDT bu umumiy dasturlash teoriyasi. Gap shundaki, ko'pchilik o'quv markazlari yoki dasturchi o'zi o'rganadigan bo'lsa, faqat bitta tilni o'rganadi. Masalan, bu PHP tili bo'lishi mumkin. Bu yaxshi narsa emas. Nima uchun? Agar siz faqatgina PHP ni o'rganayotgan bo'lsangiz, ertaga web frontend uchun JavaScript ni bilishingiz kerak. Bu esa yomon. Chunki siz miyangiz PHP da qotib qolgan bo'ladi va JavaScript juda ham yoqmaydigan til bo'lib ko'rinadi. Do'stlaringiz orasida o'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, Python bo'lmaydi, PHP rasvo til, umuman til ham emas, JavaScript eng bir rasvo til, shunga o'xshagan ko'plab hazillar yuradi. Yana bitta shunaqa narsa borki, prikol qilib aytishadiki, butun planetalarni qo'yib qo'yishganda jahon urushlari qayerda bo'lgan? Yupiterda 0 ta, Merkuriyda 0 ta, Yerda esa 2 ta jahon urushi bo'lgan. JavaScript ham solishtirishadi-da. JavaScript ham faqat Yerda bor ekan. Qaranglar, Yupiterda ham, Merkuriyda ham yo'q